Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinchmisizlar? Mana Erondamiz. Kun issiq, 22 gradus issiq bo'layapti. Magazinlar ishlab turibdi, ustaxonalar ishlab turibdi, yo'l bo'yida moykalar ishlab turibdi. Odamlar kayfiyati zo'r. Urush desa qanaqa urush deb turibdi. Qo'rqmaymiz hech kimdan deb turibdi. Issiq ham zo'r bo'layapti. Narx-navolar sal qimmatlab qolibdi, dollar ko'tarilib. Shunaqa gaplar. Renault mashinalar ham hammasi Fransiyaning mashinasi. Renault, Citroen, Peugeot. Har zamonda bitta ko'rib qolyapmiz. Yaponskiy mashina. Koreyskiy mashina dorilikka bitta topiladi. Bir kunda bir marta ko'rsa bo'ladi. Mana yer bir zavod ekan, qandaqadir. Garmsar degan joy. Bu zavod fabrikalar mashag'ida. Industrialniy gorodok. Hammasi mana shu zavod fabrika ekan. Yozib qo'yibdi, endi nimaligini o'qiy olmaymiz. Nima deb yozganini. Bu tomonlar ham zavod fabrika. Ali Humayni Oyatullohni rasmi yopishtirib qo'yilgan, hamma yoqqa bayroqlari ilib qo'yilgan. Ana shunaqa bayrog'i bo'ladi. Tak, biz Tehron tomonga qarab yuramiz. Shundoq qilib qisqagina nimamizni tugatamiz. Ko'rsatuvimizni.